Eslayapsizmi? Mana shu zavodlarda siz qurgan ekansiz. Otingizni ham eslay olmayapsizmi? Xudo xolasa ko'rasiz. Xotira istiklanib yana zo'r bo'lib ketasiz. Azbi. Nega? Asmisiz? Nima qilyapsiz o'tda? Chiptaman. Bugun siz ish bor. Hayotda hech kimga uning qolmasin. Azizbek sizga topshirig'im bor. Sizni 3 oyga Xitoyga jo'natamiz. Aqda Xitoyda odamimiz bor. Shu texnikalari faqat jo'natishda sizga yordam berib turasiz, xo'pmi? Bo'ldi, do'stim, tushunarli. Sizga ishonaman. Doston. Ho. Sanda ishim bor, mana yoqqa yur. Hop, hozir. Doston, senga ishonaman. Mana shu joyda to'ldirib, mana zavodni kengaytiramiz. Sana oyligingni hali oshirib ham beraman. Voy bolalar! Bolalar, doston yig'ilish shu paytda. Tezda olib chiqib qo'yinglar. Yig'ilish shu paytda. Chanqadan. Hozir Burgutni oldiga to'xtaymiz, suv olamiz. Mana kofe. Suv qotmayapsizmi? Yo'q. Hozir men telefonda gaplashib kelay. Vazmi, Do'stim, senga aytmasdan bitta ish qilib qo'ydim. nima ish qildingiz oshna? Zavodda eski boshlig'i bor edi-yu. Toshkentda zo'r doktor tanishlarim bor edi. Ha? Boshlig'ingni shu doktorlarga ko'rsatgan olib ketyapman. Ya maziyat nimaga borasiz aka? Tez dorig'aga qayting. Sababini keyin aytaman. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin.